24-bob. Istiqomat. Istiqomat to'g'ri yo'lda davomli tarzda sobit bo'lishdir. Bu nafs ko'nikmalarini, odatlarni tark etib, Allohning hidoyati, shariatida ustuvor, mustahkam turishdir. Ey farzandlarim, xoh maxfiy, xoh oshkora bo'lsin, omonatga xiyonat qilguvchilardan bo'lmang hamda istiqomat doirasidan chiqmang. Zero bu har qanday karomatlardan ulug' va azizdir. Mo'minning taqvosi uning istiqomatidan bilinadi. Istiqomat bu nafsning Qur'on va sunnat axloqi bilan xulqlanishidir. Chunonchi Alloh azza va jalla buyurdi: kechirimli bo'l, ma'rufga buyur va johillardan yuz o'gir. A'rof surasi 199-oyat. Zamona ahlining kichiklariga odatiy g'amxo'r, ulug'lariga o'g'ilday mehribon bo'ling. Ularni izzat va ikrom qiling. Allohning yo'liga hikmat va yaxshi nasihat bilan chorlang hamda munozara qilganingizda chiroyli munozara qiling. Murojaat etganingizda ular darajasida, ular tushunadigan tilda so'zlang. Shunda Alloh sizni ishonchli odamlardan biriga aylantirib, mo'minlardan yordamchilar berishiga umid bor. Istiqomat doirasidan chiqmang. Allohning makridan ogoh bo'ling, beparvo bo'lmang, chunki bu uning eng maxfiy sirlaridandir. Alloh marhamat qiladi. Dar haqiqat, Parvardigorimiz Alloh deb istiqomatda qat'iy turganlarga o'lim soatlarida farishtalar tushib aytadilarki: qo'rqmanglar, g'amgin bo'lmanglar, sizlarga va'da berilgan jannatning bashorati bo'lsin. Fussilat surasi 30-oyat. Bu yerda istiqomatda qat'iy turganlar deyilganda, amallarni samimiy Alloh uchun, shariatga muvofiq ado etgan mo'minlar tushuniladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu: ular Allohdan boshqa iloh yo'q deya faqat Allohgagina murojaat etganlardir, dedilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu esa ularni har tomonga chalg'imasdan to'g'ri yo'lni tanlaganlar hamda tulkiday makkorlik qilmagan, shariatni chetlab o'tmaganlar deb hisoblaydilar. Hazrat payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilarki: shariatda qoyim bo'ling, buning mukofotini hisoblay olmaysiz. Shuni bilingkim, diningizdagi eng go'zal ibodat namozdir. Faqat chin mo'mingina tahoratni to'liq ado qilib, tahoratli yurishga intiladi. Munoviy Fayzul Qodir 994-bet. Demak, dinda to'g'ri yo'lda, istiqomatda bo'lish shunday bir darajadirki, faqat uning bilangina ishlar kamoliga va mukammallik darajasiga yetadi. Bu darajani faqat ulug' kishilarninggina toqati ko'taradi. Fikrimizning tasdig'i sifatida shayxlardan biri so'zlab bergan quyidagi misolni keltirib o'tamiz. U zot Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni tushlarida ko'rib so'raydilar: "Yo Rasululloh, Hud surasi tushganida soch soqolim oqardi deganingizni naql etishadi. Soch soqolingizning oqarishiga nima sabab bo'lgan? Payg'ambarlar haqidagi qissalarmi yoki xalqlar halokatining tariximi?" Rasululloh sollallohu alayhi va sallam javob berdilar: "Yo'q, ular sababli emas, balki Allohning senga amr etilganidek istiqomatda ustuvor bo'l degan so'zi."